Türkiyədəki Uyğur təşkilatlarının yardım ətirti yer təvrəş rayonu qarab yolu çıxan Türkiyənin cənub və şərqi cənubi rayonlarındakı Qəhrəmanmaraş, Gaziantep, Hatay qatarlıq joylarda və Suriya chegarasida 6 fevral ətigəndə yüz bergan 7,8 bal yer təvrəşdən keyin Türkiyədəki Şərq Türkistan təşkilatları yer təvrəş rayonuna yardım beriş üçün dərhal hərəkətə ötgan. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi Ko'k Hilal Ay insoniy yordam vaqfi Sharq Turkiston yoshlar dernekining tashkillashida 1-turkumdagi yordam guruhi 6 fevral kech yordam buyumlarini elib ofat rayoni qarab yo'lga chiqqan. Navbatda 2 turkum, 3 turkumdagi fidoyilar yo'lga chiqqan va chiqishni saqlamoqda. Konyadan yo'lga chiqqan bir fidoyilar guruhi safar jarayonida qatnash voqeasiga uchrab, guruh a'zolari yenik yaralanganlikdan safarni davom qila olmadi. Buningdan sırt Nuzgum Aile Kültür Derneki Fidayiler Namayiş Topi, Kök Ay İnsani Yardım Vakfi, Birlik Kurtuluş Çağrısıdır. Gulcu Meşrip Topu qatarlıq gruplarda afet rayonuna i'ana qilish chaqiriqi ostida moddiy yordamlar toplanmoqda. Afet rayonuna berib xizmat qilish uchun tizimlatgan va yo'lga chiqishini saqlayotgan Uyg'urlarning ko'pligi o'zi muhtojlikda bo'lsa-mu taraf-tarafdan topqinni i'ona qilayotganlar, shundaqla Uyg'urlarning kichik bolalarining o'zlarining bayramlik va ta'tillik yiqqan pullarini afetga i'ona qilishi Uyg'urlarning insonparvar va mehribon bir xalq ekanligini yana bir qitim ko'rsatib berdi. Türkiyədəki Şərq Türkistan ommaviy tashkilotlarının ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan uchurlarda ko'rsatilishicha, bu qitim yer tavrash eng qattiq bo'lgan Qəhrəmanmaraşda 11 qiz, 12 o'g'il bo'lib 23 nafar Uyg'ur o'quvchi yashaydigan bo'lib, navbatda bulardan 21 o'quvchi bilan aloqa o'rnatilgan. Qəhrəmanmaraş Sütçü İmam Universiteti İlahiyat Fakültetida o'qiyotgan 23 yoshga kirgan Abdullah Olim bo'lsa, baxtga qarshi shahid bo'lgan. Marhumga Alloh rahmat qilsin. Türkiyədəki Uyğurlardan sırt dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyg'urlarmı ijtimoiy aloqa hisoblari orqali bu qitimqi ofatga yaqindan ko'ngil bo'ldi va hislashlik qildi. Hər qaysı davlatlarning rahbarlari Turkiyaning Qəhrəmanmaraş viloyatining Pazarcık va Elbistan nahiyasini o'z ichiga olgan 10 viloyatida yuz bergan yer tavrash ofati tufayli Cumhur raisi Erdo'g'onga telefon qilib ta'ziya bildirmoqda. Türkiye Afet ve Ciddi İşler Taqabil Turuş İdaresi Afat qaza qilganlar sonining 3432ga, yaralanganlar sonining 21103ga yetganligini uqtirgan. Xarobilik ostida qolgan 8 mingdan ortiq odamning qutqizilganligini bildirgan. Navbatda 25693 xodim, 360 avtomobil, 3361 qurilish mashinasi izlash qutqizish xizmatlariga jiddiy kirishmoqda va davomli yordamchilar kelmoqda ekan. Türk Qızılay Cemiyeti tərəfindən afət rayonlarına əvətilgən 10 min kişilik çadır tiklanishga başlagan. BDT'nin 3 mutaxassisi 6 fevral günü birlikdə ailəsindən ayrılgan təxminən 1 milyon Tibet balalarının Xitay dövlət qarmaqidagi yataqlıq məktəblərdə məcburi assimilasiya qilinayotganligini bildirgan. Fransiya agentligining 6 fevral kundagi xabariga qaraganda BDT alayda dokladchisi bayonotida ogohlantirib, Xitoy hukumatining maktab sistemasi orqali Tibet xalqini madaniyat, diniy va til jihatdan assimilasiya qilish siyosiy yurgizishi, kishilarning bu xil maktablarning ko'payishiga bo'lgan andisini kuchaytganligini, Tibet bolalarining ona tilida so'zlash va Tibetdagi ota-onasi bilan erkin aloqa qila olmaydiganligini, bu ularning assimilasiya qilinishi va Tibet kimligining yo'qolishiga sabab bo'layotganligini bildirgan. Mutaxassislar Xitoyning Tibet maarifi, dini va til organlarini nishon qilgan bir qator bostirishlar orqali Tibet bolalarining yataqliq maktablarida tarbiyalanayotganlik to'g'risidagi uchurlarga asosan Tibet kimligini majburiy xitoylashtirishdan andish qilganligini o'ttirib qo'ygan. Tibetdan boshqa Xitoyning Sharq Turkistondami Uyg'ur bolalarini oilalaridan majburiy yo'lib ilib yoki ota-onasini tarbiyalash lagerlariga solab, homilasiz qoldirib, o'zlari tayyorlagan assimilasiya qilib xitoylashtirib tarbiyalagan. Shundaqla buni izchil davomlashtirib kelmoqda. Xitoy Uyg'urlarning madaniyat, dini, ona til va e'tiqodin ig'ir ziyonkashlikka uchratgan. Fransiyadagi pensiya islohatiga qarshi keng ko'lamli ish tashlash namoyishining 3-navbatligi boshlanishi bilan davlatning nurg'un sohalaridagi mulozimatlari to'xtab qolgan. Fransiya pensiya yoshini 62 yoshdan 64 yoshga o'zgartirishni planlagan islohot qonun loyihasini hukumat davlat majlisida muzokaralashni davomlashtirayotgan bir paytda umumiy ishchilar uyushmasi qatorliq islohotga qarshi 3-qitimliq ish tashlash namoyishi boshlagan. Parij qatorliq nurg'unlagan shaharlarda energiya, qatnash, neft ayirish zavodi va paraxut zavodi ishchilarini o'z ichiga olgan asosiy mulozimat tarmoqlarining xizmatchilari ish tashlashga qatnashgan.
Memleket miqyosida ish tashlash doirasida kutilgan namoyishlar sababidan Fransiyaning asosiy energiya bilan ta'minlagisining tok ishlab chiqarish miqdori 25 ming megawatt azaygan. Poyez, metro va ommaviy avtobusning qatnashishining ko'pinchisi amaldan qoldirilgan. Natijada texnik ko'p xususiy avtomobillarning qatnashishi sababidan yo'llarda bir qancha kilometr uzunlikdagi o'chiratlar shakllandi. Fransiya Xalq aviatsiya idorasi aviatsiya shirkatlarini kontrol qiluvchilarning ish tashlashi sababidan Parij aerodromida har 5 navbatchi aeroplandan birini amaldan qoldirishga chaqirgan. Shundaqla mamlakat miqyosidagi o'qituvchi-o'quvchilarni ish tashlashga qatnashgan ekan. Fransiyada aslida pensiya yoshi 62 bo'lib, 1-sentyabrdan tortib qonunliq pensiya yoshining tadrijiy holda har yil 3 oy o'stirilib 2030-yilgacha 64 yoshga chiqarilganligini bildirgan. 2027-yilda pensiya maoshining hammani olalishi uchun 43 yillik istirahoniya haqqi to'lashni shart qilganligini uqtirgan ekan. Yiroqni ko'ralmaslikning oldini olish tizginlashni qanday qilish kerak? Tor darsi va qishliq ta'til mezgilida bolalar elektronlik mahsulotlarni uzoq vaqt ishlatgachga osonlik ko'z charchab, ko'rish quvvati tuvanlash kelib chiqadi. Ko'rish sezimining sog'lomligi bo'lgan tahdidi texnik gavdalik bo'ladi. Uningdan boshqa ko'zni ishiltish vaqti bek uzoq bo'lib ketish, o'qish yozish qiyofati to'g'ri bo'lmaslik qatorliq sabablar tufaylidan ko'zi texnik ojizlash ahvollarimi doim ko'rilib turadi. Bolalarda bu xil ahvollar ko'rilganda ota-onalar diqqat qilishi kerak. Yiroqni ko'ralmaslik alomatlari bo'lsa, bolalardagi bir narsa qaraganda ko'zini qisib olish, ko'zini ko'p chimchiqlatish, narsalarga bak yaqin qarash, doim ko'zini uvlash, beshini qing'ir qilib narsalarni ko'rish, qo'shomisini turish, ko'z quyruqini tortish qatorliqlarning hammasi bolalarning ko'rish quvvatining tuvanlab ketganligini bildirdi. Ota-onalarning ta'til vaqtidan foydalanib, bolalarini kasbiy ko'z kasalliklarini davolash apparatlariga olib, ko'zining ko'rish qobiliyatini bir qitim umumyuzlik tibbiy tekshirish tavsiya qilinadi.